Ben Oliy suddan norozi fuqarolar, hamma norozi sudyalardan, sudlarimizdan. Har doim prezidentimiz adolat deydi, lekin hatto Oliy sudda ham adolat yo'q. Shunchaki dialogni ochib yopib qo'yishyapti. Didi bilan sudyalarimiz ish ko'rishyapti. Na bir isbot, na bir dalil so'rayapti sudyalarimiz. Bosim ostida ish ko'rishyapti degan gumondamiz. Bosh prokuraturani bosh prokuror bosim qilyapti degan gumonimiz bor. Chunki tuman sudi, shahar sudi, hattoki Oliy sud sudyalari ham ochiq oydin narsani ko'rib shunchaki yopib qo'yishyapti. Bu yoqda faqat didi bilan hukm o'qishyapti. Mani video YouTube tarmog'i orqali obro'sizlantirdi degan bahonalar bilan unga 10 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosini qo'llashyapti. Hattoki odam o'ldirganga ham hozirgi kunda 10 yil qamoq jazosi berilmayapti. Biz sudlardan, Oliy suddan ham norozimiz, bosh prokuraturadan norozimiz. Chunki protest kirgizib bermayapti. Yashnobod tuman prokuraturasi, Yashnobod tuman ichki ishlar tergovchisi hammasi til biriktirdi degan gumondamiz. Chunki tergovchi ishni prokurorga olib chiqqanda dialogni prokuror o'rganishi kerak batafsil. Haqiqatan u jinoyatchimi, haqiqatan jinoyat bormi, jinoyat alomatlari bormi, shuni prokuror o'rganib, keyin unga qamoq ehtiyot chorasini qo'llashi kerak. Lekin bular hech narsa yo'q, didi ariza bilan unga qamoq jazosi qo'llab, Yashnobod tuman sudi 10 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Biz sudlardan, sudyalarimizdan adolat talab qilamiz. Ishni boshqatdan ko'rib chiqishlarini so'raymiz. Prezidentimizdan sudyalarga ishonch qolmayotgani, prokurorlarga ishonch qolmayotganini gapirib o'tdi. Haqiqatan ham biz Toshkent shahar sud raisi o'rinbosarining oldiga iltimos bilan adolatli ko'rib chiqishlarini so'rab kirganimizda biza sudlarning ishiga aralasha olmaymiz degan, lekin yaqinda hamma guvoh bo'ldi. U qanaqa aralashadi? Sud raisi o'rinbosari aralashdi-yu sudyalarning ishiga. Mana uni hamma bildi-yu, hamma ko'rdi-yu. Lekin biz iltimos qilganimizda aralasha olmaymiz. Sudyalar qanaqa hukm chiqarsa o'zi biladi deb shunaqa dedi. Lekin mana oxirida o'zi sharmanda bo'ldi, o'zi qamalib ketdi. Biz shu uchun talab qilamiz adolatli ko'rib chiqishini sudyalarimizdan, Oliy sud raisidan iltimos qilamiz ishni boshqatdan ko'rib chiqishini. Chunki bir odam 10 yilga bekordan bekorga qilmagan ishi uchun, o'zini haq huquqini talab qilgani uchun qamalib ketishi bu hech qanaqa qonunga ham to'g'ri kelmaydi, hech qanaqa nima deymiz, mezonga ham to'g'ri kelmaydi deb o'ylaymiz. 3 yildan beri onaxonam mana akamiz bilan onaxonam 3 yildan beri yo'l qatnaydi. Xorazmdan kelganlar mana Toshkentga mana. Men hammadan kelib turibmiz mana shu yerda. Bizdan o'yishadigan odamlar. Qani sen ko'p qaytarib olishni qabul qilmay, qabul qilgan bilan hech kim o'rganmayapti. Reis olib kerak odam. Men hali Mirzo bo'lib boshlayman. Yuring. Kirgizishmaydi. Telefon bilan kirib, misol uchun ichkarida qolib ketyapti bizlarning murojaatlar. Keling. Telefon bilan Yo'q, bizda ichki tartib qoidamiz. Sizda bor, bizda yo'q. bo'lmasa shu joyga chaqirib berishmi? Shu joyga. Ona akasi tushuntiring bularga. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Bizlarning murojaatlarimiz ichkarida Qaysi yo'nalishimiz? Qabul qildiramiz sizlarni. Yo'q, lekin telefonga olaylik. Shunga prezidentimiz shaffoflik deb aytmoqda. Nimadan qo'rqamiz? Adolatli bo'lsa, adolatli ko'rib tushuntiring bularga, siz jurnalist. Nimani tushuntiradi? Ha? Nimaga kameradan chiqasizlar? Haqiqat bo'lsa, adolat bo'lsa. Qaysi sud? Olmaka siz qarshimisiz? Telefon kirgizishga qarshimisiniz? Yo'q, qayta yaxshi bo'lsan. Misol uchun, hech narsani yashirishmasiz. Haqiqiy bo'lsin. Hech narsani yashirmasanglar, telefonda o'tirib gaplashing. Kelingizlar. Butun xalq qabul qiladi, kelingizlar. Telefon bilan keling. Keling. Telefon bilan bo'lsa kiramiz. Telefon bilan mumkinmi? Yo'q, telefon bilan. Ana nimadan qo'rqasiz? Ana ham nimani gapiradi? Qariyalar Korrupsiyaga qarshi eng asosiy yo'li hammaga syomka ruxsat berish kerak.
Shunda korrupsiya bo'lmaydi. Odamlar gaplashasizmi? Telefon bo'lsa korrupsiya bo'lmaydi. Telefonlarga ruxsat bor. Oz sudga kirsa marhamat, savol javob bersin. Savollar beryapti bular. Arizachi yo'q deyapti, menga gap rost bo'lsa. Isbotlash, endi bilmayman qanaqa bo'ladi, bu boshqa masala.